Assalomu alaykum. Diagomos ming bilod YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Barchalaringga xayrli kech. Mana bugun 12 may sanasi. Do'stlar, mana beraktirlarimiz yangi ozuqa solingan. Mana bu yerga soldik. Mana suvlarda yurgizib qo'yildi. Endi bundan buyog'iga har kuni suv sepib turish kerak. Beraktirlar qizib ketishi mumkin. Endi bu yerda yangi ozuqaga mana bu o'zi o'tib bo'pti mana do'stlar. Yangi ozuqamizga o'tishi bo'pti mana. Bu yerga 2 kun bo'ldi tashash. 2-3 kun bo'ldi tashaganimizga. Mana o'zi o'tishni boshlabdi do'stlar. Yangi ozuqaga bu tomonni ham ko'ramiz mana. Biz o'tishni boshlabdi yangi ozuqamizga ham. Mana shu holatda do'stlar. Bu o'tyapti ekan sekin-sekin. Bu yerlarga hali nami juda yuqori emas. Mana shu holatda fontanchalarni qilib qo'yganmiz. Ko'chirib suv sepilaveradi ana. Xudo xolisa mana zapasda go'ngimiz oz qoldi. 1, 2, 3, 4 ta beraktirimiz bor. 25 kvadratdan. Agarda kimdagim qiziqayotgan bo'lsa, o'lchanlarimizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Telefon raqamlarida afishaniyada yozib qoldiramiz.